Assalomu alaykum qadrdonlar, omonmizda charchamayapsizlarmi? Juda ham ko'pchilik kastim shimlarni qayerdan olasiz, qayerdan kiyinasiz deb so'rashadi. Bugun ham men kastim shim olgani Namanganda Lolaga, mana Jahon bozoriga keldim. Kuyov bolalar. Ko'ryapsizlar mana kastim shim kiyim do'kon. Ichkariga ko'rsataman, kelinglar. Ko'ryapsizlar-a? Do'stlar, men qaysimdan oldim, aytaman ichkari. Qarang. Assortimentni ko'ryapsizlar, klassikadan tortib pol klassikagacha qanaqa galstuklar tushishi, hamma-hammalarini mana shablon qilib ko'rsatib qo'yishgan. Chotki mana hamma narsa zo'r turibdi. Men olgan narsa mana undan oldim. Mana. O'rtoqlar mana ko'rib turibsizlar, mana shundan, mana rangidan, yana buni Tommy'sining ranglari bor. Shulardan men bugun 2-3 ta kastim shimlarni oldim. Ko'ryapsizlar, bemalol vodiyda qaysi nuqtasidan bo'lishidan qat'iy nazar kelaverasiz. Instagram nomerlari bor. Agar bitta telefon qilsangiz dastlabki qilib yuborishaveradi. Buni muammolari yo'q. Libon joydan kelaverasizlar. Sirlarga chiqarib ham jo'natishib yuboraveradi. Assortiment ko'p. Instagramiga o'tinglar, profiliga o'tinglar, telefon qilinglar, bog'laninglar. Undan tashqari oyoq kiyimlarda ham juda bir haligi nima bo'ladi. San'atkorlar keladiganlari bor ekan, oyoq kiyimlarini ham lakronlilari bor ekan. Juda ko'p san'atkorlar shu yerdan kiyinar ekan. Buni Odilbek, Iskandar hamroh bo'lib, biz ham endi mana shu yerga klient bo'ldik. Xudo xolasa, hammalarda kuyov bolalar kiyim do'konida kutamiz, xudo xolasa. Kuyov bola bo'lmasangiz ham kelsangiz o'zingizni kuyov bolalardek his qilib olaverasiz.